Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlarım. Ubalacım tevekkül imlaqçı hazır men öyni satmagan, ijarga bergen dep Abduqahir Maqsum bilen birleşip tapınlarını qoyup qo'ygan bola bilen o'shundoq qildi qarindoshlarım. Tapını bering desem menden ko'p pul talab qilib u pulni ololmagandan keyin buni bergimlamay mendaq meni xafa qildi. Hem de qarindoshlarım bu öyni men satmagan, kiraga bergen depdi. Mening qo'limda Ubul Tevekkül hacimninki öyni menga satqanlık to'g'risidagi hujjatga qo'l qo'ygan imzoliq hujjatim bor qarindoshlarım. Öyning egisi Mehmetmin hacimninki imzosi bor. Meningki og'anliq ismim bor. Yazılgan pulni olib bo'lgandan keyin pulni topshirib oldim deb yozib, hozir shu topini tutgan Abduqahir Maqsumni shu chog'da chaqirgan kelib men qo'lingizga qo'ying deb Mehmetmin hacim. Ammo bu chog'da men naq dedim kelammayman. Men TC kimlik numarini deb shuni yoslajim aka deb turib, birdan bir o'zi og'zi bilan deb bergan hujjatda uning TC kimligi bor. İsmi var, muşundaq yazılgan. Bizning ilim setim hüccetimiz Ubalacım Tevekkül imlaqçınınki guvohlik bo'lib, kepil bo'lib, imzosini qo'ygan hüccetim bor qarindoshlar birinchidan. Mening qo'limda 3 hujjat isbotim bor. Uyni sotib olganlik, uyning egisi men ekanligimga qarindoshlarim. Endi Ubalacım imlaqçı uyni sotmagan da'vosi sotmaganga isbot o'sman ko'rsatdi. Bu anda yolg'on aytib, yolg'on gapni qilaverganga isbotsiz anda yolg'on gap oqmaydi. U hech kimni uning bilan oldiolmaydi. Meningki birinchi qo'limdagi birinchi dalilim uyning ilm setim hujjati, ya'ni menga sotgan hojimninki imzosi, Ubul Tevekkül imloqchininki guvohlik berib qilgan imzoliq bo'lgan ilm setim hujjati. Tapını tutup tutan Abduqahir Maqsumninki şu vaqtda o'zi og'zi bilan deb bergan TC kimlik numarasi yozilgan hujjat bor qarindoshlar. İkinci hujjatim Abduqahir Maqsum menga xarim yo'q deb qo'ymagan deb tanib oldi, yolg'on aytdi. Ulamolar birligida Mehmetmin hacim menga deb qo'ymagan deb yolg'on aytdi. Ularning uyutib kishkirtirishi bilan. Onundan keyin sot mahkamasiga berib, yana bir yolg'on aytib, o'zininki emas uyni, uy meningki deb bir topini nomiga qo'yganga, bu uyni meningki deb yerli bilib yolg'on aytib, sotni aldab, bir yolg'on aytib, yani aldamchilik qildi qarindoshlarim. Endi buning bu yolg'on so'zini isbotlayotgan qo'limda bir hujjatim bor. Bu bo'lsa-mu, shu davlatninki uy egalaridan vergi atgan, yani baj atgan ishi ekan. Endi bu uyning beji, uyning nomi Abduqahir Maqsumda bo'lg'achqa, bu baj shuning qilayotgan talon. U talonni olib, "Voy Ubalacım, mavu uyninki Muhammed hacimning uyninki beji menga kelibdi, meni olib bersa uzutilsin" deb buni imloqchiga berdi. Imloqchi buni menga kelib, "Ay hacım ma öyleninki vergisi çıkıp gelen tülüse de maikep birlik." Bu 5 yıllıktan beri her yılda vergini ben ötep, bunun talunlarını ben yerip geldik kardeşlerim. Asli talun benim kolumda var. Bunun resimini hemen onun köyüşün huzurluğuna ekip bitme videodu kardeşlerim. Üçüncü hüccetim Ubalacım imlaqçı meni uyni kiraga bergan debdi. Menga uyni kiraga berganlikka hujjat yo'q, menda uyni sotib olganlikka, uyni sotib berganligining isbot hujjati bor, imzosi bor Ubalacımning. Yana bir hujjat qo'limda uyni men kiraga olgan emas, uyimni men kiraga sotganlik isbotim bor. Bu isbot meni qo'pab Ubalacım Tevekkül imloq o'z qo'li bilan yozgan uyamning topsini kiraga berib bergan, ya'ni 2022-yili 5-oyda kiraga berib bergan. Ubalacımning yozgan kira sözleşmesi var. Bu kira sözleşmede
Öyünün sahibi degan yerga mening ismimni bularca yazib, kiraga berganga hozirgi bu kirachi uyning to'sida bor, shuning ismini yazib bergan kira so'zlashmasdan menda bisi bor, to'biga kirachi deb bisi bor. 3 nusxasi bularca map ketgan, beni uningdan bisi bor. 3-chi dalil isbotim bu qarindoshlar. Endi bu yolg'onchilar mana uyni kiraga bergan. Menga uyni kiraga bersa, bu nimishga kiraga yib bitta menga. Ha kirasini men eg'liga uni uamag'lar. Muyda qardaş. Mushundaq dalil shu osmondagi quyoshday kuchli dalil isbotning oldida yeni yolg'on aytib bu yolg'onchi. Mendan $15,000 qaqti soqti qilinmaganligidan shuni qaqti soqti qilish uchun menda yolg'on aytib tepishiyotdi tozi. Ahmadga yolg'on yovdaq gaplarni qilib uyni kiraga bersa o'z qo'li bilan uni menga haqiqiy kiraga berib taba. Uy mening o'g'alliqdan bu menda naqmiz 5 yil itiraf qilib o'ziga bitmiz vatandosh chiqsa deb menda kelgan adam endi hozir shu $15,000 mendan elishni qaslab o Abduqahar Mag'zunga o'gitib uni qo'pab sotga az qildi yolg'on so'zli deb topin tutib odamni o'ymeniki dedi deb o Mehmet Nacim önüsüz işletken hacimden ballarımın ağzını aşkınanın yendulunun üye kiyito çıkıto bilmulazımız hep kıtkan nait yakşı koşunlar 5 yıl oldugan biz olurlar. Ulumu Xatircem öyne dadam setip işletken dep oldugan ballını əvar qılıp oyalnıma gollap mağsa tapu biz doğan kendimizi tüppesli öyne tatıp setip ülüşüle demiz ulu keyin yugub çıkmaydı bunun. Bugün da saxtı pesini kıldı qarindaşlı bu. Şu dalil isbatlarımni huzuruna atatmak, köpəkanla qarindaşlarım o quruq gapni qilganga bo'lmaydi yolg'onchilarday. Men har gapni qilgan bo'lsam, yenda dalil isbotim, hujjatim bor qarindaşlarım. Bunga qarab menga bir yordam qilinglar suninglar. Bu yolg'onchilar menda yolg'on aytib, menga jafo silyapti bular.